Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana bugun sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azlarim bir savol kelib tushdi. YouTube'ga anchadan beri video qilmayapsiz deb, albatta qilamiz. Endi biz ham o'zimizni vazifalarni bajaramiz. Nihoyat ko'p insonlar bilan ishlashga to'g'ri keladi va imkoniyat tug'ilganda albatta video qilaman. Endi har doim aytamanki, biron bir ish qilayotganda uni oxirida nima sani kutib turibdi, shuni aniq bilib ishlash kerak. Men ham ko'pchilik bilan ishlaganda shu narsaga juda e'tiborli bo'laman. Ya'ni iloji boricha har bir o'quvchimizni adekvatlik darajasini yuqoriga ko'tarishga harakat qilaman. Ya'ni bizga ko'pincha adekvat insonlar keladi, shundoq ham. Ya'ni hayotimni o'zgartiraman, muammolarni yechaman, farzandlarimni chiroyli tarbiya qilaman, sog'lig'imni mustahkamlayman, psixologik salomatligimni nihoyatda bir yaxshi qilaman deb keladi. Bular hammasi adekvat insonlar-da. Endi adekvat so'zini agar o'zbek tiliga o'girsak, esli xushli bo'ladi yoki farosatli bo'ladi. Endi hamma aytadi-ku, farosatliman shundoq ham deb. Lekin bittagina savolni qo'shib qo'yinglar-da. Necha foizga? 100 deb ayta olasizmi? 100 bo'lsa, biron bir ishni boshlasangiz, o'shani qoyilmaqom qilib bajarasiz-da. O'zingizga ham, boshqalarga ham maksimal foyda keltirasiz. Shuning uchun har doim inson hayotda real ko'ra olishi kerak. To'g'ri baho bera olish kerak har bitta situatsiyaga, vaziyatga, o'zini emotsiyalarini, his-tuyg'ularini kerak vaqtda jilovlay olishi kerak. Kayfiyatini hech qachon tushirmaslik kerak. Men bu to'g'risida doim gapirib yuraman. Ya'ni yaxshi kayfiyat bilan biron bir ish qilishni o'rganib olsanglar, ko'pincha yutuq kutib turadi sizlarni. O'sha har bir narsaga xafa bo'laverish bu adekvatlikka kirmaydi. Shuning uchun harakat qilinglarki, o'zingizlarni ichki dunyoingizlarni yaxshi boshqaradigan insonga aylaninglar. Adekvatlikni yana o'lchash mumkin. Shu boya aytganimdek, qancha insonga foyda istay oladi, qanchalik katta tezlik bilan to'g'ri yechim topa olasiz. Buni hammasi adekvatlik. Ya'ni inson farosati qancha kuchli bo'lsa, shuncha u muammolarni tez yecha oladi, kattaroq muammolarni yecha oladi. Ya'ni ozgina mana daromadni ko'tarib qo'yish ko'pchilikda muammo tug'diradi-da, o'zi buni iloji yo'q, boshqa edi, u edi, bu edi, yo'q, unaqa emas. Biz ham millatga ko'pchilik havas bilan qaraydi-da. Men endi 12 yildan ortiq Qozog'istonda ishladim. Sizlarga gap yo'q deyishardi qozoqlar ham. Nihoyatda mehnatkashsizlar, qo'linglar gul. O'sha immigratsiya politsiyaga kirganimizda ham aytishganda shu. Haqiqatan tan berganmiz sizlarning ustalaringlarga. Bu har biringlar vысшее образование bilan tug'ilasizlar, qurayotgan uyinglarga umuman gap bo'lish mumkin emas deyishardi. Va mana shu bizda tadbirkorlar nihoyatda ko'p. Ya'ni qonimizda bor ekan. Katta daromadga chiqishni o'rganib olgan insonlar bor va chiqmaganlar bor. Endi daromadi katta insonlarga bizning javna katta hojatimiz yo'q, ya'ni bizga kam murojaat qilishadi boshqa masalalar bo'yicha, sog'liq bo'yicha yoki oilaviy masalalar bo'yicha. Lekin moddiy taraflama murojaat qilishmaydi. Murojaat qiluvchilar asosan mana shu moddiy muammolarni yechishga ozgina yordam berib yuboring. Boshim qarzdan chiqmay qoldi, bu depressiyaga olib kelyapti, nima qilsam bo'ladi degan savollarni berishadi. Har doim aytamanki, mana kimdir bu masalani o'zi yechib bo'ldi. Ulardan o'rganing. Ya'ni ular qilayotgan ishni prosta qaytarish kerak. Kimdir nimagadir erishgan bo'lsa, uni siz qadamma qadam qaytarsangiz,
siz ham xuddi shu natijaga erishasiz. Ya'ni men nihoyatda bir katta oylik to'laydigan insonlar bilan ko'pincha gaplashaman. Va ular aytishyaptiki, shu mutaxassislar yetishmayapti. Biz Moskvadan olib kelishga majburmiz. Spetsialistlarni bu yerdagilar o'qishni istamayapti. Yo'q, o'qish istayotganlar bor. Ular hali aytadi-yu, narasxvat deb. Yetishmayapti, kadrlar yetishmayapti. Faqatgina o'qishga xohish bo'lish kerak. Ya'ni inson o'zgarishi kerak. Sizga bo'lgan talabni eng yuqori darajaga olib chiqish kerak. Buning uchun o'qishni nihoyatda sevish kerak-da. Endi biz ishlashni albatta sevamiz, mehnat sevar xalqmiz. Lekin o'qishni sevuvchi xalq ham bo'lish kerak ekan. Bolalarda shunga bir qanaqadir muhabbat uyg'otish kerak, harakat qilish kerak, gapiraverish kerak, tinmaslik kerak-da. Ya'ni prosta o'qimas. Foydali insonlarni qaragin, nima ish qilyapti, odatiga qaragin, xos qilgin, ular qilgan ishni qaytargin deb yaxshi nasihat, chiroyli so'z, to'g'ri yo'nalish berib qo'yish kerak. O'zimiz ham bir lichniy primer bo'lishimiz kerak. Qo'lingga kitob olib o'qisang, o'sha tarbiya ham ketaveradi. Ya'ni birinchi navbatda o'zimizni tarbiyalashimiz kerak-da. O'zimizni egoni tarbiyalashimiz kerak, nafsimizni tarbiyalashimiz kerak. Keraksiz narsalarni xohlamasin. Kerakli, foydali narsalarga intilsin. Baxtli bo'lishga, omadli bo'lishga, hali gullab yashnash programmasi kuchli ishlaydigan insonga aylanishimiz kerak. Va bu yo'lda foydali ilmlar bor-da. Endi ilm strogo ikkiga bo'linadi. Ya'ni qiziq bor, ko'pchilik qiziq. Mana shu narsa menga qiziq deydi. Va foydali. Foydalisi nihoyatda kam ekan. Ya'ni bor yo'g'i 4%. Ya'ni shunaqa kitoblar borki, ular ko'pincha ingichka bo'ladi. Nihoyatda ingichka bo'ladi. Men degan biladigan odam biladi-da. Shatta gapirib qo'yadi, tushuntirib ham o'tirmaydi, boshqa qilmaydi. Kimga kerak bo'lsa tushunib oladi deydi. Isbotlab o'tirishni xohlamaydi. Lekin uni hayotda natijasi bor. Aytadigan gapini shatta gapiradi. Va tushunib, o'shani qilaman degan inson qilib, u ham xuddi shu natijani qaytarish mumkin. Endi bu yerda 10 tom kitob yozilsa-yu, chaynab og'ziga solib qo'yilsa-yu, qilmayman degan inson baribir qilmaydi. Gap kitobni hajmida emas, yo'q qiziqligida emas. Eng foydali ishlar hammasi zerikarli. Eng qizig'i shu. Shuni tushunib olishimiz kerak. Foydali ilmlar ko'pincha zerikarli bo'ladi-da. Ya'ni rutinni har kuni bir xil ishni qaytaraverishing kerak. Oddiygina mana sportsmenlarga e'tibor beringlar, ularning tanasi bizanikidan farq qiladi-yu. Nimani hisobiga? Yillar davomida kerakli mashqlarni qilgani uchun. Bo'yi baland, hali ko'rkam tanaga ega bo'lish uchun tinimsiz har kuni bir xil ishni qilaverish kerak. Sekin-sekin nagruskani ko'taraverish kerak. Ilmda ham xuddi shunaqada. Ya'ni yaxshi mutaxassis bo'lmoqchimisiz? O'zingiz ustida qattiq ishlashingiz kerak. Kuchli o'zingizga maqsadlar qo'yishingiz kerak. Qancha maqsad kichik bo'lsa, inson shuncha ojizlanib boraveradi-da. Samatsenkani yuqori qo'yish nima kerak? O'sha kattaroq maqsad qo'ya bilish uchun. Xo'sh, shunga erishishim uchun men nima qilaman? Nima qilishim shart deb to'g'ri savol qo'yib va qilish kerak bo'lgan ishni 100% emas, kerak bo'lsa 200% bajarishga harakat qilaverish kerak. Hech narsa insonni to'xtatmaslik kerak. Qilaman degan insonlar bor. Hamma narsa ularga qarshi bo'lsa ham, hech qanaqa imkoniyat, sharoit bo'lmasa ham qilishadi va natijaga erishishadi. Hamma sharoitni qilib bersangni, qilmayman degan inson u baribir qilmaydi. Shuning uchun o'z ustimizda ishlayapmizmi? Qattiqroq ishlaylik. O'zimizni o'zgartirishni niyat qildikmi? Albatta shuni eng yaxshi variantda qilaylik. Kuchli variantda qilaylik. Shuning uchun doim aytaman, foydali ilmlarni qidiringlar. U bor yo'g'i 4%. Uni topish oson emas, lekin iloji bor. Qidirsang topiladi. Qiziq ilm hech narsa o'zgartirmaydi. Ya'ni ilmni olding, senda qanchadir qo'shimcha informatsiya paydo bo'ldi. Seni hayotingda hech narsa o'zgarmadi.
Lekin foydalisini qidirib, bu foydalimi, bu haqiqatdan bir natija beradimi deb qidirib topganingdan keyin, o'sha narsani bilganingdan keyin hayot do и posligi ajraladi. Ya'ni o'sha bilim senga kirgandan keyin, uni qo'llaganingdan keyin senda nimadir o'zgaradi-da. Mana farqi bor. Farqi bor. Mana shu farq bilgan inson ko'proq narsaga erishadi. O'qish kerak ekan deb qiziqarli lekin hali befoyda narsalarga vaqtimizni sarflasak, o'tirib kerak emas hali reelslarni ko'rib, videolarni ko'rib vaqtimizni o'tkazsak, umr o'tib ketaveradi. Yo'qotish juda katta bo'ladi. O'tib ketgan bir kunimizni ham qaytara olmaymiz. Bu hech qachon esimizdan chiqmasin. Eng katta kapital bu katta resurs bizga berilgan vaqt. Uni hech kim hech qachon qaytara olmaydi-da. Milliardlab dollarga bir kun umringizni sotib ola olmaysiz. Bu esimizdan chiqmasin. Bor ekan, Xudoyim bizga imkoniyatlar berayotgan ekan, undan maksimal foydalanaylik. Endi adekvat bo'lish uchun nima qilish kerak desa, bitta juda yaxshi foydali maslahatni beraman. Amal qilganlar buni foydasini albatta ko'radi. O'zinglar uchun bitta zametka qilib qo'yinglar-da. Shu ishni qilishni boshlaganimdan keyin nima o'zgardi? Xudo xolasa natijalar bilan bo'lishasizlar, men kanalga qo'yib beraman. Bu ham ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Hech qanaqangi sharoitda birovni ayblamaslikni o'rganinglar. Prosta-naprosto o'zinglar uchun odat qilib olinglar. O'zinglar uchun oltin qoida qilib olinglar. Shunda ko'rasizlar, juda ko'p narsa o'zgaradi. Inson o'zi nimaga boshqalar ayblaydi degan savolni hech o'zingizlarga berganmisizlar? Nimaga men birovni ayblayapman? U aybdor, bu aybdor. Ya'ni inson o'zini oqlamoqchi bo'lsa, albatta birovni ayblashni boshlaydi. Ya'ni men hamma narsani to'g'ri qildim. Lekin shu narsani oxiriga yetkazmasligimga u aybdor, bu aybdor. Ya'ni bir ishni qilmayotganimiz uchun bahona topish nihoyatda oson-da. Bir o'quvchim bilan gaplashib qoldim va eng ko'zga ko'rinayotgan narsa, endi juda bir elementar qilinadigan narsalar bor. Unaqa katta kuch, aql talab qilinmaydi, prosta qilish kerak. Qilmaslikka shunaqa sabablarni topib beryaptiki, og'zim ochilib qoldi-da. Professional ekansiz. Gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, bahona topish bo'yicha professional. Qilmaslik bo'yicha. Biz teskarisi bo'lishimiz kerak. Ya'ni biz hech qanaqa bahonaga qarab o'tirmasdan, hech narsaga qaramasdan qilishimiz kerak bo'lgan ishni prosta qilishimiz kerak. Shunda biz yutamiz. Birovni ayblab o'tirib, biz nihoyatda katta vaqtni yutqizadi. Ya'ni biz 100% illyuziyaga kirib qolamiz-da. Men hamma narsani bilaman, men fikrim bor. Ayblashga vaqt qolmasligi kerak. Bu to'g'risida dars qilganman alohida, eslanglar. Ya'ni foydali ish bilan shug'ullanayotgan insonda bema'ni ishlar qilishga vaqt qolmaydi. Prosta-naprosto. Keraksiz narsalarni qilishga vaqt qolmaydi. Miyamizni bitta narsa bilan mashg'ul qilaylik-da. Ya'ni o'sish, rivojlanish, kuchli bo'lish. Mana shu insonlar albatta ko'tariladi. Ularga e'tibor beriladi. Ularga vложение qilinadi. Bu bo'ladigan bola deydi. Bunga nihoyatda katta resurs ajratamiz, vaqt ajratamiz, tarbiyalab olamiz. O'rganish kerak bo'lgan narsani o'rganib olamiz. Shunaqa kadrlar yetishmayapti-da. Tirishqoq, o'rganaman degan, o'saman degan. Ya'ni agar faqatgina ishga kelib ketadigan inson bo'lsa, bundan hech narsa chiqmaydi deb unchalik unga e'tibor qaratishmaydi. Bu prosta hayot haqiqati. Ya'ni o'smayman degan insonlar ko'proq tan olish kerak. Mana shu ish beruvchilar ham, katta oylik beruvchilar ham, ular ham o'ziga kadr qidiradi, tinmasdan. Topish qiyin deyishyapti-da. Ya'ni katta oylik bermoqchiman.
bir majburiyatni oladigan, mas'uliyatni oladigan inson kerak. Doim o'sish kerak bu ishda, doim o'z ustida ishlash kerak. Lekin shunaqa kadrlar nihoyatda kam deyishadi. Borini ketidan ov bo'ladi. Ya'ni har bir kompaniya konkurentidan o'ziga olmoqchi bo'ladi, kattaroq oylik taklif qilishadi. Lekin biz ham o'z ustimizda ishlab, bemalol o'zimizni yuqoriga olib chiqa olamiz. Buning uchun o'zingizga vaqt bering, ozgina sabrli bo'ling. Bir kunda bo'lib qolmaydi. Bu gaplarning hammasi nima deydi, yolg'on deyish mumkin. Agar biz natijani 1-2 kunda kutsak. Lekin yetarlicha miqdorda vaqt berib, endi hamma har xil. Kimdir yarim yilda o'rganayotgan narsani kimdir 2 yilda o'rganishi mumkin. Hammamiz har xilmiz. Mana o'zimdan bilaman. Til o'rganish bo'yicha qobiliyat ancha past ekan, lekin o'rganmayman deyotganim emas, sekin-sekin vaqt bo'lganda e'tibor berib, chet ellarga chiqib, o'zimni majburlab, ozgina-ozgina baribir o'rganib ketyapman. Inshaalloh o'rganaman. Qobiliyat yo'q deb bir joyda qotib qolmaslik kerak. Xohlagan sohangizda, mana sizni nihoyatda bir qiziqtiradigan sohani topib oling, sizga zavq bersin. Sizga kuchli energiya, motivatsiya bersin-da. Shu bilan shug'ullanish kerak. Sirazi oylik bo'lish shart emas. Men eslayman, 2 yildan ortiq hech qanaqa oylik, hech qanaqa bo'lmagan. Lekin maza qilardim qilayotgan ishimdan. Bu keyinchalik o'zining natijasini berdi. Ya'ni eng kuchli insonlar bilan ishlashga to'g'ri keldi. Nihoyatda ko'p natijalar, g'alabalar bo'ldi. Lekin o'sha stress deydi, ehtiros bilan qilish kerak ekanda ko'p narsani. Bu narsani boshqalar ham sezishni boshlar ekan, ko'rishni boshlar ekan. Va senga nihoyatda ko'p предложениялар keladi. O'shaning hammasini ishlatish kerak. Ya'ni hayotni bir zavq bilan o'tkazaylik, yaxshi kayfiyat bilan. Har bir kunimiz bizga foyda keltirsin. Har kuni 1% ga bo'lsa ham sal tepaga o'zingizni ko'tarib qo'ying. 100% emas. Hali sabrsiz insonlar xohlagandek. Bir kunda bo'lish xoh, bir kunda bo'lmaydi. Prosta nafas bu hayot haqiqat. Ya'ni illyuziya degan odam bir desa-yu hamma narsa bo'lib qolsa. Eng qizig'i shunaqa insonlar ko'proq hayotda qoqiladi, shunaqa insonlar aldashadi. Va aldanishiga mana shu shoshma shosharligi ko'pincha sabab bo'ladi. Lekin agar to'g'ri strategiya qilsak, to'g'ri qadamlar tashalsa, o'sha tirishqonligimizni ishlatsak, yaxshi pozitiv ustanovkalarimiz bo'lsa, buni hammasi vaqt soati kelib, oqibatda o'zingiz o'ylagandan ancha yuqoriroq marralarni egallab qolasiz-da. Bu juda ham bir qiziq. Va eng qizig'ichi bu yerda har bir kuningizdan mamnun bo'lasiz, har bir kuningiz bir qiziqarli bo'ladi. Buni o'zi baxt. Ko'pchilik shu katta omadga erishgan insonlardan so'rashgan, mana maqsadingiz bor edi, erishdingiz, endi baxtlimisiz desa, men ko'proq baxtli o'sha maqsadga qarab ketayotganimda bo'lgan ekanman deb e'tirof etishgan. Shuning uchun mana o'sha maqsadga erishish yo'li bizga katta kuch berib qo'yadi. Shuning uchun hayotga real qaraylik, obyektiv qaraylik. Esli, xushli inson sifatida, adekvat inson sifatida qaraylik. Mana ko'rasiz, hayotingizda yaxshiliklar sirasi boshlanishni boshlaydi. Bizning ustanovkalarimiz, hayotga qarashimiz, dunyo qarashimiz ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Shu narsa esingizdan chiqmasin. Mana shu kanalda agar so'rasanglar, men yangi dars yozib beraveraman. Ya'ni birgina o'quvchimizni bittagina gapi mana shu video yozilishiga sabab bo'ldi. Kommentariyada yozinglar. Nima xohlaysizlar? Qaysi mavzuda nima gapirib bering? Hammasini yozib qo'yaveringlar. Inshaalloh bunga alohida e'tibor qaratib, yana yangi darslarni yozishga harakat qilaman. Hammalarga ajoyib kayfiyat tilab qolaman.